Balalık devrimni eslashni xohlamayman. Chunki balalık devrim balalarga xos bo'lmagan kechirimchilar bilan to'lgan. Gerçi yovvoyilik va logiksizlik bilan to'lgan balalık devrimni qaytarib kelish qo'limdan kelmasa-mu, ota-onamning jumladan atrofimdagi kishilarning orzu istaklarining men izlangan yashash usuli emasligidan gumonlanish tamoman qo'limdan keladi. Hayotimni oddiylashtirish uchun tirishgan siri uni murakkablashtirib oldim. O'tmishimdan zarlangan siri texmi nachar o'tmishga mubtalo bo'ldim. İnkar qilgan har bir reallik menga jin bo'lib choplashdi. Hayotlik energiyalarimdan mangulik dvigatel yasash xiyollarim barbod bo'ldi. Ardim, charchidim. Ko'zimni ochgan siri ko'rolmadim. Oxiri ko'zimni yumdim. Ko'rganim o'zim bo'lib chiqdi. O'zimning hozirdan iborat bir reallikda yashayotganimni his qildim. Kelgusidan kelgan g'am andisha, o'tmishimdan kelgan pas bes to'yg'ular g'oyib bo'ldi. O'zimning tafakkuriga muddaga ega bo'lgan ijtimoiy mavjudot ekanligimni to'nib yetdim. Shunda qilib men psixologiyani tanladim. Yo'q. To'g'ri qilib aytganda psixologiya meni tanladi. Kallamdagi nurg'un chigish savollarga javob topildi. Shundaqla nurg'unlagan savollar paydo bo'ldi. Men asta-asta o'zimning kontroliga o'tishga boshladim. To'yiqsiz o'zim o'rgangan psixiki savodlarni texmi ko'p kishilar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri topdim. Undaqda darsligimni o'zimga xayr-xo'sh deyish orqali boshlayman. Ali Qurbon. Assalamu alaikum. Bugün bizning o'tadigan darsimiz besim to'g'riliq. Ham nurg'a odamlar hozir jamiyatda besim to'g'riliq gap qildi. Masalan, iqtisodiy besim, ijtimoiy besim, bolalarning besimi, xizmat besim degandek nurg'un besimlarni. Amaliyotda besimning shakllanishida qandaq bir xil omillar mavjud degan vaqtda besimning shakllanishida asosligi u sirtqi muhitning yoki sirtqi yuz bergan ish voqealardan ko'proq kelmasdan balki odamning o'zining besimi qarshi tura oladigan psixik salohiyat chemberining to'liq yetilmaganligi uchun odatda kishilar besim his qildi. Undasi psixik salohiyat chemberigi degan nima desa, bir odamning bundosh aytgan vaqtda kimligi. Kimligi degan nima desa, u odamning nimani yaxshi ko'radigan, nimani yaxshi ko'rmaydigan to'liq tushunchasi hisoblanadi. Nurg'a odamlar odatda turmushda o'zining nimani yaxshi ko'radigan, nimani yaxshi ko'rmaydiganligini bilmaydi. Bundaq ahvolda qanday ish yuz berdi degan vaqtda uning sirtqi atrofidagi kishilarning, ya'ni ko'p qism kishilarning yaxshi ko'radigan yoki ko'p qism kishilar qilgan ishlar uning nisbatan chuqum zurriyatdek, ashni yaxshi ko'rdigandek to'ylab ketadi. Ko'p qism kishilar qilmagan ishlar desa, u uni qiysi bo'lmaydigandek bir xil, u yaxshi ko'rmaydigandek tuyg'u hosil bo'ldi. Bu xil holatda kishilarda nim psixikasi paydo bo'ldisa, agish psixikasi. Agish psixikasi nimalarni paydo qildi degan vaqtda, masalan, ba'zida balkim atrofda kishilar qilgan narsaga yetarlik mablag' yoki yetarlik sharoit hozirlab uning agish olishi mumkin. Biroq ba'zilar shu deganda buning agisholmaydi yoki uning yetisholmaydi. Bundaq vaqtda kishilar nim bo'ldi deganda besim his qildi. Unda biz ma rasmni ko'rib boqaylik. Masalan, 10 odam bor deylik. Bu 10 odam asli bir tekshi, bularning mayli iqtisodiy sharoiti bo'lsin yoki bularning ijtimoiy o'rni bo'lsin, tekshi edi. Tuyuqsiz bu 10 son ostiga tushgan vaqtda nimaga aylandi degan vaqtda 3 odam buning ichida qalpoqqa erishdi. Ammo 7 odam qalpoq bormi degan 7 odam qalpoq yo'q. Bu vaqt qandaq bir hissiyat psixikasida yoki qandaq bir hissiyatda o'zgarish paydo bo'ldi deganda, ma 3 qalpoq kelgan odamda balkim bir xil sal huzur tuyg'usi paydo bo'lishi mumkin. Ammo ma 7 odamda psixik buzilish hosillanmaydi. Chunki bu yerda qalpoq yo'q kishi 7 bo'lib, qalpoq bor odam 3 odam. Bundaş aytgan vaqtda bu yerda ijtimoiy normani, ijtimoiy o'lchamni yaratayotgan 3 qalpoqliq odammi degan undaq emas. Yanılam qalpoq yo'q 7 odam, yanıla ijtimoiy o'lchamni yaratib chiqaraverdi. Shunga bu xil chambar ichida bu 7 odam yanıla normal holatda mengaverdi. Ammo
Bu taraqqiy qilib, qalpoq kelganlar 7 odamga aylanib, qalpoqsizlar 3 odam bulab qolgandichu degan vaqtda bularda qizirish, ya'ni besim shakllanishga boshlaydi. Chunki bu vaqtda 7 qalpoq kelgan odam ijtimoiy o'lchamda ikitib qo'ydi. Ya'ni normal odamlar qatori kirib ketdi. 3 odam chulsa, bularning ko'z qarashida normalsiz bo'lib ketdi. Nima ish qilganda bu 3 odamda qalpoq bo'lmaganlik uchun. Demak, bundaq sharoit ostida 3 odamda tabiiy besim shakllandi. Ammo bu besim shakllangan bilan bu 3 odamda tangli qalpoq bo'lmagani uchun yanada bir-birisiga nisbatan tasalli ehtiyoji yoki tasalli munosabati bilan bularni yanlam zo'r besim ish qiladi, ammo psixik benormallik paydo bo'lmasligi mumkin. Ammo asla qarasak, bu qatim 9 odamda qalpoq, ya'ni o'xshashlashgan, faqat 1 odamda qalpoq yo'q. Bu vaqt qanday yuz berdi desa, buning besimi asosiyatdan cheki yetadi yoki portlash shaklida buningda benormallik paydo bo'lishi mumkin. Psixikadan chataq chiqishi mumkin. Nima ish qilsa bu mayda 9 odamga o'xshayanmaganlik uchun. Demak, nurg'a odamlarda bulayotgan bu xil psixik besim yoki psixik benormallik nimadan kelib chiqadi desa, boshqalarga o'xshamaganlik uchun psixik besim kelib chiqadi. Masalan, bu yerda hammaning bir qulqi bor deb faraz qilsak, men tuyuqsiz sahnaga chiqib dars o'tayotgan vaqtimda men ikki qulqim bor, sizlar chuqurman ish og'ritishi mumkin. Yosh turib miypilab qoldi. Nima ish qiladigan vaqtda? Chunki bu yerda hammaning bir qulqi bor, mening ikki qulqim bo'lganligi uchun. Bu yerda menda qanday hissiyat o'zgarish bo'ldi desa, men o'zimni benormal ish qilishim mumkin. Yani bir quloq odam emas, ikki quloqli odam benormal ish qilishi mumkin. Nima ish qilsa, chunki bu sinfda, ya'ni bir quloqning o'zi ijtimoiy o'lchamlik normani yaratib qo'ygan bo'ldi. Shunga nurg'a odamlarda bu xil nimani o'zining yaxshi ko'radiganligi, nimaning asl normal ekanligini bilmagan vaqtda, nimaga asoslanadi degan vaqtda ko'p qism kishilar ergashgan, ya ko'p qism odamlar shug'ullangan, ya ko'p qism odamlar kelgan narsalarga nisbatan bular ehtiyoj paydo. Agar bular bu ehtiyojni qondiramiz, nima paydo bo'lsa, besim shakllanib qolgan ki. Ondan boshqa hozir yoshlarimizda masalan, yoshlarimiz orasida modulayotgan bir besim bor. Bu nima besimsi? iPhone besimi hamda. Unda ise iPhone besimi qanday kelgan? Masalan, bu iPhone degan narsa mavjud bo'lmasda, hech kimning kallasida iPhone ehtiyoji yo'q. iPhone degan bir besim yo'q. Ammo ana vaqtida hech kimda unda besim shakllanmagan. Ama bunu 3 adam olgan vaqt, yani tunji qatim iPhone chiqqan vaqtimi, kishilardan besim shakllanmagan, havas shakllangan faqat. Ammo iPhone ishlatganlar, yani o'zining ma'lum to'p orasidagi-da, masalan 10 do'stning orasida 7 iPhone ishlatgan vaqtda bu 3 balada nima shakllandi degan vaqtda iPhone besim shakllandi. Ehtiyoj shakllandi. Ya'ni buning kallasida ibtidoiy men nima deydi bo'lsa, 7 do'stingda iPhone bor, senda nima ish yo'q. Sendimi bo'lish kerak degan kerakdan bir shakllandi. Unda esa bu uchinning ichida balkim buning iqtisod yetmas mumkin. Ba'zi olanmas mumkin. Bular qanday qildi degan vaqtda dal mushlar besim ichida yashaydi. Besim shakllandi. Bu besim bevas iPhone'dan kelgan, bu degan iPhone'dan kelmagan. Balki buning psixik salohiyat chemberkining immun kuchining, qarshi turish, yoqtish kuchining mandashib etgan vaqtda ojiz bo'lganlikdan bu 7 odamda bor narsa qandaqdir buningdimi bir ehtiyoj besimini shakllantirib qo'ydi. Agar buning ichida ikkisi har xil amallarni qilib, nurg'un badallarni to'lab masalan, qarz olib, maqata qilib oldi. Bu vaqt xushal bo'ldimi? Xushal bo'lmaydi. U faqat 7 odamning ishi kirvag'ini xushal. U faqat normal bo'lvag'ini xushal. Endi masala nima keldi? Bu bir odamdi. Bu balki buni oshkorlamas mumkin, isbot emas mumkin. Biroq buning qalbida nim shakllanadi, kuchli bir xil besim shakllanadi. Yoki bo'lmasa, biz shu onalarimizning orasida modulayotgan nur chapan voqeasini elib aytaylik. Mening opamning o'zidan bir nur chapani bor. Men bir kun so'radim opamdan. Sen nur chapanni nima ish qilding deb so'rasam, opam voy bu bek issiq deb mundaq qildi. Aqlim muvofiqlashtirib tushandi deb buni. Aniki men ishkirlab so'rab oldim. Rasi issiqmi? Desam kulib ketdi opam. Emniyet opam bu nur chapanni kiyishlik sababi hargiz issiq bo'lganlikdan emas. U issiq bo'lganlik mundash aytgan nur chapanning qisman funksiyasi hisoblandi. Asas funksiyasi nimasi? Opam ba chamber, ya'ni opamni aloqalashtirgan ijtimoiy chamberki kishilar, do'stlari, xizmatdoshlari, qo'shnilarimizning ko'pinchisi nur chapan bo'lganlik uchun opam tuyuqsiz nimani his qilgansa, bir xil besim, ashni elish ehtiyoj besim shakllangan. Albatta opamda oz to'liq iqtisod bo'lganlik uchun buni oldi ehtiyojini darhol ta'minladi. Ammo buningga nisbatan sharoit, iqtisod sharoit to'liq bo'lmagan qanday bo'ldi desa, elishga bo'lgan bir ehtiyoj paydo bo'ldi. Buni ololmadi. Bu vaqtda besim shakllandi. Demek bizning bu yerda to'xtamay deb kelayotgan besim nereden kelyapti degan vaqtda dal uningda yo'q, yoki ma'lum narsani rad qilish
salohiyati bo'lmaganligi uchun, rad qilish qobiliyati bo'lmaganligi uchun u boshqalar ya'ni ko'p sondagi odamlar erishgan narsani yoki ko'p sondagi odamlar ishlatgan narsani uningmi bir ishlatish ehtiyoji bordek his qildi. Demak, bu yerda biz deyotgan besimning hammasi sirtqi sharoit, muhit bilan munosabat qilmasdan, o'sha odamning o'zining men bu yerda aytgandek psixik salohiyat chemberkining ojiz bo'lganligidan besim his qilish shakllandi. Unda qız psixik salohiyat chemberki qandaq shakllandi, qandaq mavjud bo'ladi, buni qachon buzilib ketadi masalada. Bunu biz nereden izleyimiz degan vaqtda, nurg'un vaqtda bola vaqtidan tortibla odamda tabiiy psixik salohiyat chemberki asli mavjud bo'ladi. Yoki mavjud bo'lmagan taqdirda kichik vaqt yetildigul bo'ldi. Biroq buning ota-onalar ko'pincha xato yeteklash, ota-onalarning aralashib olishi yoki doim ota-ona bola uchun qaror chiqarib berganlik uchun bolada tabiiyla o'zining qarorini chiqara olmaslik yoki bo'lmasa tanlash huquqi bo'lmaslik yoki o'zining yaxshi ko'rgan narsani rad qilish, o'zining yaxshi ko'rgan narsani erishga bo'lgan ma'qul sharoitini asosan ota-onalar buzib yetadi. Masalan, bir bola bir necha mevaning ichida olmani masalan yaxshi ko'rmagan bo'lsa, apsi bu bolaga nima deyish mumkin desa, mush olmani ye. Chunki bu olmani inson sana foydali qiladi deyish mumkin. Yoki bo'lmasa hammadan bunday qilib, sen ham shunday qilmaysan deyish mumkin. Demak, kichik vaqtdan boshlablar ota-onalar bolalardagi bu xil rad qilish yoki bo'lmasa qabul qilish, tek bu xil xarakterni asosiyatdan nima qiladi, vayron qilib yetadi. Shunga psixik salohiyat chemberkini yetildirishning eng yaxshi payti qachonsa bolalik davrida. Biz buni keyinchi shu taraqqiyot psixikasida bolalarda qanday qilib psixik salohiyat chemberkini yetildirimiz, qanday qilib qaror chiqarish iqtidorini yetildirimiz, buningda texmo jiq so'zlaymiz. Demak, bolalarda kichik vaqtidan boshlab hamma narsani ota-ona qaror qilib berganlik uchun ularda bir qaror qilish, hatto nimani yaxshi ko'rish, nimani tanlash huquqi shu vaqtdan boshlab mahrum bo'lib ketgachga, cho'ng bo'lgan vaqtimi uningda asosiyatdan aniq bo'lgan bir xil psixik salohiyat chemberki olmaydi. Psixik salohiyat chemberki deganimiz bunday aytgan bir qalqon hisoblanadi. Qalqon. O sirtqi yuz bergan ishlarga yoki bo'lmasa har xil o'z ehtiyojlik bo'lmagan ma'lum bir talablarga nisbatan qalqonlik rolini o'taydi. Masalan, agar sizning bu qalqiningiz qancha mustahkam bo'lsa, besim shuncha qaytib ketadi. Bunda aytgan vaqtda sizning nimani yaxshi ko'rdiğiniz va nimani yaxshi ko'rmaydiğiniz aniq bo'lgan vaqtda bu xil besimlar darhol qaytib ketadi. Masalan, bayatınki biz qalpoq masalasini olsak, agar uningda qalpoqni yaxshi ko'rmaydigandek bir aniq tanlash yoki aniq salohiyat bo'lsa, u mayli 9 odam yoki 9 ming odam, hatto 9 million odam uning atrofida qalpoq kiyib yurgan taqdirdimi, uningda qalpoq tarafidan besim asılmaydi. Neymiş qiladi degan vaqtda u o'zining ishiga nisbatan men qalpoqni yaxshi ko'rmayman deyoladi. Yoki iPhone shu. Agar uningda aniq men bu xil telefonni yaxshi ko'rmayman deydigan bir xil salohiyat bo'lsa, u o'zini tunib yetalish shu degan vaqtda uning nisbatan ehtiyoj paydo bo'lmaydi. Uni ola olsin yoki ololmasin, uni besim shakllanmaydi. Bu xil holatda odam qanday xarakter yetildirdi degan vaqtda bir xil individuallik xarakter yetildirdi. Individuallik, farqli kishilarga o'xshamaydigan. Emniyet qandaq narsalar kishilarning diqqatini tortadi degan vaqtda dal farqliq bo'lgan, o'zi bir xil individuallik puroq chiqib turgan odamlar boshqalarning diqqatini tortadi. Masalan, ingliz tilida charisma deydigan bir xil bor. Charisma degan nimasi bir xil jalb qilish kuchi deb qaraldi. Bu xil jalb qilish kuchi dunyodagi masalan zo'ngtonlayotgan yoki cho'ng muvaffaqiyat qozongan liderlar yoki olimlarda tabiiy yetilgan bir xil xarakter. Bu xil charisma xarakteri nereden şekillendi desa, dal individuallikdan şekillendi. Fakat odam o'zining ashundaq o'zi xos bo'lgan, uningda bir xil individual xarakter bo'lgan vaqtda, doimli boshqalar qilgan ishga ergashmaydigan, o'zining bir xil tanlash salohiyati bo'lgan vaqtda, bunday odamlarda tizla taraqqiy qilish yoki nima deymiz, bo'shliqqa shakllangan bo'ldi. Masalan, ba'zi odamlar sen mening titan tumurimni tegding degan gapni bekchi qiladi.
Unda olsa bu yerki titan tumurga tegish degan nima? Bu yerki titan tumur degan nada? O hargizmi odamning badandagi ma'lum bir tumur emas. Bu albatta bir o'qishchi hisoblanadi. Unda olsa titan tumur degan zot nada bo'ldi deganda, men bayatın degandek, bu psixik salohiyat chamberkidagi har xil yuchuqlar, ishkilinishlar, uning o'zining kimligiga nisbatan hech qanday bir aniq bo'lmagan tuyg'ular hisoblangan gap. Hamda odamlar bir odamga qanday muomala qildi degan vaqtda, masalan, men bir odamga muomala qilsam yoki mening kallamdagi ma'lum bir odam hargizmi u odamning o'zi olmasdan u odamning qilgan ish harakatlari. Demak, odamning nima qilishi shu odamga vakillik qiladi. Bizga nisbatan biz odamlarni uning qilgan ishiga asosan hukm qilamiz. Ammo u kallis o'zi nima deb o'ylaydi bo'lsa, u qilmoqchi bo'lgan ishini shu men deb turib oldi. Masalan, men kelgusi menda qilmoqchi, men shu. Men kelgusi olim bo'lmoqchi, demak men hozir olim. Men kelgusida boy bo'lmoqchi, men demak boy deb uning kallisidagi men obrazi kim o desa, uni qilmoqchi bo'lgan ishlari. Bunda ochib aytgan vaqtda boshqalar bizning realligimizni ko'radi. Boshqalar bizni real bevos ko'radi. Ammo biz o'zimizni xiyoliy tuyg'u, xato tuyg'u bilan mo'lcharlab olamiz. Bunday sharoit ostida bizni nima kelib chiqadi bo'lsa, doim boshqalarni xato tushunish yoki bo'lmasa boshqalardan ushiqcha, ortiqcha talab. Masalan, do'stim menga cho'qim yaxshi muomala qilish kerak. Do'stim menga cho'qim adabli muomala qilish kerak yoki do'stim menga pul yurib turish kerak. Unda pul yurib turmizcha, bundan beyaramlik paydo bo'ldi. Unda bu beyaramlikni uning pul bermaslik keltirib chiqadimi yoki uning do'stim menga pul berib turish kerak degan tuyg'usi keltirib chiqadimi? Endi balkim bu odamatining irsidan qolgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bir odam balkim o'zini markaz deb o'ylashi mumkin dunyoning. U markaz deb o'ylab olganlik uchun hamma odamning uningga nisbatan bir bo'ysunishini, hamma odam shuning uchun xizmat qilishni yushunog'ida talab qilavishi mumkin. Shun kishilar ko'pincha atrofdagi odamlarni asosiyatini nazardan saqlab qilib, o'zini birlamchi o'rin qo'ydi. Bunday vaqtda nima shakllanadi bo'lsa, hammadan menga yaxshi muomala qilish kerak, men e'tirof qilish kerak, yoki bo'lmasa menga men o'zim degan sharoitlarni hozirlab berish kerak deb qaraydi. Men bu hayotda degandek, bir do'stim birisi, masalan, sen do'stim, sen mendan cho'qim pul berib turishing kerak dedi. So'di, u berib turmadi. Bunun bir yaramlik paydo bo'ldi. Do'stlikqa nisbatan buningda xato tushunch bo'ldi. Yoki do'stlikqa nisbatan buning besim bo'ldi masalan. Demak, bu yerda uningdagi bir yaramlik keltirayotgani do'stining uning pul vermasligimi yoki buning do'stim menga pul berish kerak deyotganimi degan masala bor. Shunga bu xil biz aytib aytayotgan titan tumur degan nima esa dal odamdagi o'ziga nisbatan xato tushunchalar. Bu xil xato tushunchalar ko'p bo'lgan siri sirtqi besim uningga darhol besib kirdi. Yoki uningda o'ziga nisbatan hech qanday tushuncha yo'q. U kimligini bilmaydi o'zining. Demak, bir odam o'zining kimligini bilmaganda, uning turmushda yuz berayotgan masalalar texmi murakkab, texmi g'uvo ko'rinadigan gap. U o'zining hatto masalasining nimaligini bilmaydi. Demak, u o'zining masalasining nimaligini bilmasa, u masalasi hal qilinmaydi. U faqat masalaning borlig'ini, mavjudligini biladi, biroq masalaning nimaligini bilmaydi. Masalaning nimaligini bilmaganda uning nisbatan konkretni tadbir qo'llanmaydi. Bu vaqtda odamlar tuyg'usizlar besim ichiga kirib qoldi. Nurg'a odamlar besmin bor deydi. Ammo unda sizning besming nima desa, ko'zini yumsa hech qanday bir narsani topolmaydi. Xizmatni o'ylasa, xizmat yaxshi, bolasini o'ylasa, bolasi yaxshi. Hammani o'ylsamiz joyida, biroq besim bordek ish qildi. Nima ish qilsa, uningda psixik salohiyat chamberga intayin mo'xu deb qo'yamiz, g'uvo bo'lganlik uchun u zot o'zining besim manbasining nerdan kelayotganligini bilmaydi. Amniyat uningdagi besim manbasi nerdan kelyapti-sa, dal ehtiyoj besimidan kelyapti. Bu ehtiyoji uning asli shaxsiy ehtiyojimi degan unda emas. Faqat atrofdagi kishilarning shug'ullanayotgan narsa uning asosiyatni ehtiyoji bo'lib qoladi. Shunga biz ko'pincha psixologiyada cho'qim bir odamning psixik salohiyat chamberiga munda ochib aytgan vaqtda uningda bir kimlik salohiyati bo'lishi kerak deb qaraymiz. Unda esa ma'risimni men bir tushuntirib o'tayin. Masalan, ma bir tal uy. Bu uyning atrofida qo'rshav yog'och bor. Biz faraz qilaylik. Ma yog'och bo'lmasa,
Agar onunda bir qo'rshav yog'och bo'lmasa, bu uyning atrofiga chuqum bir necha kundan keyin axlat to'kilib qolishi mumkin. Yo kishilar bu yak velosipedlarni to'xtatib qo'yishi mumkin. Hatto bu yani xala uburnining o'rnida ishlatish mumkin. Nima ish qilsa? Chunki bu uyning chegara sezilmagan. Agar buni chegara sezib qo'yish bo'lsa, tabiiy odam buning sirtida bo'ladi. Demak, odamlar ko'pincha aloqa qilgan vaqtda ular o'zining aslidagi boshqadan talab qiladigan ehtiyojini bevos o'tirib qo'ymaydi. Buni yushirdi. Masalan, bir odam meni ko'nglimga tekkidek yoki meni ismimni atab yoki bo'lmasa Qalayimxon mening laqam bilan to'ldi. Hey, hoy deb to'lgan bo'lsa, masalan, men buni ko'nglim keldi. Biroq u mendan sizning ko'nglingiz keldimi deb so'ragan vaqtda yo'q deb turib oldim. Unda bo'lsa, bu ikkinchi qatim buni mening u odamning meni yana o'ylab to'lash imkoniyati kuchliqmi degan kuchliq. Albatta u meni yana o'ylab to'laydi. Men yana beyaram bo'lma. U meni yana o'ylab to'laydi. Yana men beyaram bo'lma. Bu vaqt nim paydo bo'ldi degan vaqtda menda u odam bilan bo'lgan o'tirishimizda hech qanday siziq sezib etmaganligim uchun u mening territoriyamga yoki mening psixik o'rnimga busab kiraverdi. Agar men uningga siz meni o'ydimang, mening ko'nglim keldi degan bo'lsam, u chog'i nima shakllandi? U faqat 1 minutlik yoki yarim minutlik ko'ngli yerim bo'lib yoki beyaram bo'lishi mumkin, ajab dedi. Ammo uningdan u meni o'ydimas mumkin. Demak, nurg'a odamlarning kishilik munosabatni eng ketkizib qo'ydigan nimasi, ular odatda o'zining ehtiyojini konkretni boshqalarga demaydi. Bu xil konkretni bo'lmagan ahvol ostida kishilar uni qanday muomala qilishni bilmaydi. Shunga u o'zining xiyoli bo'yicha muomala qilaverdi. Biz ondan u xato muomala qilgan odamchi degan vaqtda buni ifodalamay mengaverdi. Buni bilan ularning kishilik turmushdimi nurg'ulg'an masalalar paydo bo'ldi. Masalan, bir ayol yo'ldishdan "Men azroq pul kerak" dedi. Unda bo'lsa, bu yerga azroq degan zot qanchalik miqdor? Bu 1000 ko'y bo'lishi mumkin, 1 ko'y bo'lishi mumkin, 100 ko'y bo'lishi mumkin. Chunki bu yerga azroq puldagi azroq nurg'a odamlar uchun har xil. Unda buni ayolning ko'z qarashiga azroq bilan yo'ldishning ko'z qarashiga azroq o'tirsida farq bormi degan farq bo'ldi. Balkim ayolning azroq degani 200 ko'y bo'lishi mumkin. Ammo yo'ldishning kallasida bu 10 ko'y bo'lishi mumkin. Undasa ayol "Men azroq pul lozim" dedi. Yo'ldishi uningga 20 ko'y berdi. Bu vaqt nima shakllandi? Bu vaqt xato tushunish. Ayol bu vaqtda balkim buni konkretni ifodalamaganlik uchun o'zining qarshi taraf bo'lgan talabini o'chaq qarshi taraf buni xato o'ylab oldi degan gap. Demak, kishilik munosabatdami biz nurg'un vaqtlarda boshqalar bo'lgan talabimizni bevos o'tirib qo'ymaslik tufayli qarshi taraf bizga qanday muomala qilish bilmaydi. Bal tarbiyalashim shu. Nurg'a ota-onalar bolalarni "Yaxshi bola bo'l, bolam" deb qo'ydi. Unda esa bu ota-onaning kallasidagi yaxshi degan zonni tushundirdi. U yavash qilmoqchimi? Yoki bo'lmasa tirishib o'qitmoqchimi? Yoki bo'lmasa zodi yaxshi degani zodi nimani ifodalaydi? Bundaq abstrakt narsalarni bolalarga tushunmaydi. Balkim bola buni yaxshi degani yavash deb tushunishi mumkin. Unda bir yavash bola yaxshi bolami? Unda deb kelolmaydi. Chunki u yavash bo'lganligi uchun uning muhitni qidirib tekshirishi yoki muhit bo'lgan aloqasi, uning kepsizligidan kelib chiqadigan muhit tushunchasi kemib ketishi mumkin. Demak, bu yerdagi yaxshi bal bo'l degandagi yaxshi intan g'uva bo'lganligi uchun qarshi tarafmi buningga g'uva inkas bildirdi. Demak, bir odamning psixik salohiyat chemberi qancha g'uva bo'lgan sari uning maslasi g'uva bo'ldi. Maslasi g'uva bo'lgan vaqtda uni qanday bir taraf qilishni bilmaydi. Qanday bir taraf qilishni bilmagan nim shaklida bo'lsa, to'xtamay besimimiz qildigan. Shunga ko'pinchimiz bugungi darsni nima tushunamiz degan vaqtda odamda chuqum bir qalqonning bo'lishi. O chuqum o'zining asli nimani yaxshi ko'radigan va nimani yaxshi ko'rmaganini bilish kerak. Mayli atrofdagi odamlar qanday bo'lib ketishidan qat'iy nazar, u o'zining yaxshi ko'rgan narsaga ergishish kerak. Mayli odamlar nurg'un narsalarni qanchalik inkor qilishidan qat'iy nazar, u qabul qilish kerak. Nurg'un odamlar nurg'un ishlar mumkin emas deydi masalan. Nurg'un yoshlar nurg'un odamlarga ergishib, uni mumkin emas deydi. Balkim bu mumkin emasni mumkin qila oladigan mo'jizalar mavjud bo'lishi mumkin. Biroq bu bala nurg'unlig'a mumkin emasligini anglaganlik uchun, buning psixik salohiyat chemberi yuchiqlar bo'lganlik uchun, umi balkim bu ishni mumkin emas deyish mumkin. Shu nurg'unlig'a yoshlarda tirishib eng oxirida muvaffaqiyat qozonish tuyg'usini kim yo'q qilib yutdilsa, atrofdagi odamlar yo'q qilib yutdi. Shunga bir odamda chuqum individual bo'lgan, xos bo'lgan
өзінің идеясы тұра алайдыған мұшындақ бір еніқ бір қалқан әң ақырда мұшындақ бір еніқ чигра болса, o adamga sirtqi muhitdagi har qanday bir o'zgarish asosiyatini ta'sir qilolmaydi. Unda olsa, bugun so'zlaydiganim o'shagicha, agar tushunmagan savolinglar bo'lsa, so'rasang bo'ldi. Siz. Assalomu alaykum alim. Bu darslarınız deb o'tganingdek, kichik nayte nurg'un kichik bolalarning kichik vaqtida saloyat chambaga aniq belgilanmaydigan ota-onasiniki har xil qarashlar sababidan bu nurg'un yo'chuqlar paydo bo'ldi ekan. Endi bunda bo'lganda biz cho'ng bo'lganda shu psixikamizdagi saloyat chambaga yo'chuqlarni qanday bo'lganda eng yaxshi hal qilib buni tuzab keta olamiz? To'g'ri savol. Masalan, men sizdan bir savol so'rayman. Bu sınıfta sizning 100 yuan pulingiz yutib ketdi. 100 yuan pulingiz yutib ketgan vaqtda buning ichida do'stlaringizmi bor, tanishlarmi buning hammasi. Ammo sizning 100 ko'y pulni birisining elvog'ini ras. Kimning elvog'ini bilmaysiz. Siz mushu kimning elvog'ini bilanmagan siri sizda bearamlik paydo bo'ldi. Nim deb deganda, mushin kim elvog'andi? Do'stim elvog'andimi yoki partishim elvog'andimi yoki kim elvog'andi? Bu besin bağansız yuqurlaydı, bağansız kallığınızda ötmeydi. Sebebini bilmegelik için, kimden ele bağallıqını. Ama tutsattan bu 100 koy pulunu, məlum birisinin ele bağını bildiniz. Bu vaxt şu degende, dəstəb besimiz tüvəlləydi. Çünkü siz eniq bu qetim kimden ele bağını bildiniz. Ya ki bolduqlayıdsınız, ya ki berip, onundan sorab pulunuzu ele verişiniz mümkün de. Demek psixiki dərsinin asas rol nime degen vaxtda, nurğa adamlarının besiminin, ya ki nurğa adamın azabının, ya ki nurğa adamlarının meyli münasibetlik olsun, meyli hizmetlik olsun, meyli her xil saadın kelgen besimlerinin kiriş mənbəsini sözləb birimiz. O kiriş mənbəsi bilgende tabiila şu mənbəni taqaşqa, ya olmasa onu bir taraf qıla alaydı. Psixik besiminin asaslı kilivatqını neymiş qundaq jiqib ketkense, çünkü nurğa adamlar onun nədən kelgini bilmeydi. Eğer o özünün konkretni sadı qaysı mənbədən kilivatqını bilgen aman şu degen vaqtda dərhal tüvəlləydi. Şuna psixiki analizning yoki nurg'unlagan bemorlarning, masalan, psixikdan chatlaq chiqqan bemorlarni nemish izlab keldi degan vaqtda ular shu nemish undaq bo'lib qolganini bilmaydi. Bizlar analiz qilib, ularning nemish shundaq bo'lib qolganini bilgan amanchu deganda darhol ular kasallik alomatlar tüvəllaydi. Şuna mushu darsdan anglash orqali, ama şu masalan başdan axir anglash orqali odamlar o'zini tushunishga boshlaydi, o'zidagi masalalarni bayqashga boshlaydi. Buni tushungan amanchulsa, biz bayatın degandek psixikaga yuchuqlari o'zligidan taqilib maqdi. Şuna odamning psixikasini yaxshilashning eng yaxshi usuli nimasi? Psixik o'rganish. Psixika degan nimasi? Psixik degan biz odamning sapasi hisoblanadi. Sapa degan nimasi? Sapa degan dal psixik salay chemberki. Bir sapasi bor odam, o bir individuallik yaratgan bo'ldi. O asosiyatdan to'g'ri xatoni kishilarning, ko'p qism kishilarning harakat orqali emas, aslida hol orqali qabul qiladi. Bunday odamlarda asosiyatdan sirtqi muhitning ta'siri uchta shakllanadi. Sizdan. Assalomu alaykum olim. Adamga besim kelgan ham ro'yatdan ham jismoniy jihatdan og'irlik his qildi ekan. Buning aniq sababini tushuntirib berasiz. Bo'ldi. Endi besim kelgan vaqtda odam qanday his qildi? Biz buni psixikada elishish yoki kechish prinsipi bilan tushundiramiz. Bu bir xil mexanizm odam tug'im bo'ldigan. Elishish yoki kechish mexanizmi degan nima desa, masalan, biz bunda qo'ylaylik. Bizimiz hozir o'rmonlikda. O'rmonlikka ketib olsak, tuyuqsiz bir shir uchrab qoldi. Ağzını şundaq yoğun içib qardı. Bu şirin hergizmi tamaktan pərz tutamdı ki deb oylamadı. Bu şundalı basa yiyitidigan şir. Onda asıldı qandaq tuyuq payda oldu. Bu vaqtda mindal turuşlar, çişinli kirişidi, gözlərinlər yoğunab ketidi, müşkilalar aytısılar. Onda asıldı bədəndə qandaq tuyuq payda buldu degen vaqtda. Bədəndə birinci börek üstü yani besim ormunu deyimiz, börek üstü ormunu
ajralib chiqadi. Bu ajralib chiqqanda qanday harakat, qanday ahvol yuz berdi desa, bu butun badanni bir xil jiddiy holat keltirdi. Qon aylanish yaxshilandi. Nima degan vaqtda, chunki shirni ko'rgan vaqtda odamda ikki xil tuyg'u paydo bo'ldi. Birisi uning bilan elishish yoki qochish. Unda elish uchun qanday qilish kerak? Kuchlanish kerak. Kuchlanish uchun badan buni oldi burun tunib bo'ldi. Chunki biz shirni ko'rgan vaqtda bizning kurish nervimiz orqali bizning nerva markaz bir taraf qiyg'uvchimizga signal keldi. Shir ko'rildi, tahdid, bu sening hayoting bilan munosabat, hayot mamoting bilan munosabat degan signal keldi. Bu signal kelgan vaqtda butun badanga signal uruytidi. Tahdid keldi, yo alishsan, yo qochsan, tayyorlik qil deydi. Buning tayyorlik uchun badan nima ish qildi desa, birinchi qon aylanish tizishib ketdi. Tizishib ketdi. Börek üstü bezdeki hormon qo'yib berildi. Hücrelerdeki barliq energiyalar qo'lpitlar yig'ildi. Anındakin energiya masalan yağ ve şeker holatda u barliq kichkina energiyani saqlab qolmay butun badanga chiqarib turdi. Chunki bu vaqtda uni hayot bilan munosabat bo'lganlik uchun diqqat butunlay shir kirdi. Bunda vaqtda odam shirdan boshqa hech narsani anglamaydi, shirdan boshqa hech narsani ko'rolmaydi. Bunda vaqtda apangni to'lab tamaqani yeyolsam anglamaysiz. Ya komisa kiyimning markasi ya kiyimim to'polab ketaymi deb o'ylamaysiz. Sizda bu yerda birinchi diqqat qilinmasa shir, qanday qech. Bu xil diqqatga odamda g'oyat zo'r energiya ketadi. Demak, odamlar turmushidagi nurg'un ishlarga xuddi shirga o'xshash muomala qilib olganlik uchun uning badandagi 5 energiyalarning hammasi mayli qon yoki may shaklida bo'lsin, barliq energiyalar sarf bo'lib ketgachga odam intayin org'inlik yashaydi. Endi bugungi jamiyat targizma bir odam xizmatga yoki maktab berishariyan shir ushlab qolmaydi. Ammo nurg'a odamlar odatdagi masalalarga shirga o'xshash muomala qilib turib oldi. Demak, bu xil besim ostida yashaganda odamni tizla charchash paydo bo'ldi. Yoki bo'lmasa, men otni misol olsam, bizning badnimiz ot bo'lsa, bizning ro'yitimiz, ya'ni bizning kallimiz chavandoz bo'lsa, bu otni yaxshi boshqarib mang'alaydi endi. Ani qil, mani qil, mani qil, ani qil deb ma ro'yat badanni boshqara oladi. Agar tasatibing menda bo'lib qolsa, bu chaq chavandoz ostida ot ustulab qolsa, badan bu chavandozni boshqarsa, bu uzun bo'lmay qilish mumkin. Bu xil org'inlikda albatta org'inlik shakllanadi. Shunga doim odamlarning to'g'ri bo'lgan ro'y holati badanni boshqarib turish kerak. Qachonda badan uning ro'y holatini boshqarib olgan zaman uning da asosiyatan charchash, axloqiy charchash, ro'yi charchash, jismoniy charchash, ma'naviy charchash darhol shakllangan. Shu odam charchash his qildi. Ondan bugungi darsimiz mushaqqat bo'lsin. Keyin ko'rishlar.